Assalomu alaykum. Bugungi taqdimotimizda Sovet Ittifoqida ijtimoiy ish qanday tashkil etilgani, davlat tomonidan aholini himoya qilish siyosati va uning afzallik hamda kamchiliklari haqida gaplashamiz. Sovet Ittifoqi 1922-yilda tashkil topib, 15 ta respublikadan iborat bo'lgan. Bu davrda barcha sohalar qat'iy markazlashgan bo'lib, ijtimoiy siyosati davlat tomonidan to'liq nazorat qilindi. Sovet Ittifoqida ijtimoiy ish hozirgi zamondagidek mutaxassislik sifatida mavjud emas edi. Bu faoliyat aksariyat hollarda partiya, komsomol va kasaba uyushmalari tomonidan amalga oshirildi. Sovet modelining asosiy farqi ijtimoiy ish inson huquqlariga emas, balki jamiyat manfaatlariga qaratilgan. Ijtimoiy ish ko'proq ideologik vazifalar bilan bog'liq edi. SSRda ishsizlik rasman mavjud emas deb e'lon qilingan. Har bir fuqaro korxona yoki tashkilotda ish bilan ta'minlangan. Bu ijtimoiy barqarorlikni saqlashga xizmat qilgan. Sotsial ta'minot tarmog'i keng qamrovli edi. Dekret ta'tili, nafaqalar, o'quvchisini yo'qotganlarga yordam va bolali oilalarga qo'shimcha to'lovlar mavjud bo'lgan. Sovet Ittifoqida ta'lim to'liq bepul bo'lib, talabalar stipendiya olgan. Xususan, injener va texnik kadrlarni tayyorlash davlat uchun ustuvor vazifa bo'lgan. Tibbiy xizmat to'liq bepul bo'lib, aholi profilaktika ishlaridan tortib, davolashgacha davlat tomonidan ta'minlangan. Aholi muammolari bilan maxsus ijtimoiy ishchilar emas, balki pedagoglar, vrachlar, sanitarlar, profsoyuzlar va damkomlar shug'ullangan. SSR modelida aholi ijtimoiy kafolatlari kuchli bo'lgan. Barqaror ish, bepul ta'lim va tibbiyot jamiyatda muayyan barqarorlikni ta'minlagan. Biroq muammolar ham kam emasdi. Ortiqcha qog'ozbozlik, shaxsiy muammolarga individual yondashuvning yo'qligi, nogironlik va kam ta'minlanganlikni statistikada yashirish kabilar. Nogironligi bor shaxslarga sharoitlar kam bo'lgan, infrastruktura moslashmagan, jamoat fikrida nogironlik ayb sifatida qabul qilingan holatlar ham ko'p uchragan. Hozirgi ijtimoiy ish faoliyati inson huquqlariga asoslanadi, mutaxassislar tayyorlanadi. SSRda esa bu vazifalarni partiya faollari bajargan. Sovet ijtimoiy siyosati tarixiy ahamiyatga ega. Undagi ijobiy va salbiy jihatlar bugungi ijtimoiy siyosatni rivojlantirishda o'rganiladi. Xulosa qilib aytganda, Sovet Ittifoqi ijtimoiy himoya va ijtimoiy siyosatda kuchli tizim yaratgan. Biroq bu tizim ideologiyaga bog'liq bo'lgan va inson individual ehtiyojlari to'liq e'tiborga olinmagan. Shu bois bu davrni tarixiy tajriba sifatida o'rganish muhimdir.